Men Fattoh Bobur Shavkatovich 30 yillik ish tajribasiga ega bo'lib, Respublika ixtisoslashgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy markazida ish faoliyatimni olib boraman. Dolzarb muammolardan biri ko'pgina bemorlar o'zini shikoyatlari bilan qaysi vrachga murojaat qilishni bilmaydilar. Bizning bo'limda olib borilayotgan ish faoliyat asosan jinsiy aloqa orqali yuquvchi infeksiyalar, ularning asoratlarini o'rganishga qaratilgan. Ko'pincha reproduktiv buzilish yoki befarzandlikka qarshi kurashishda yordam beramiz. Hozirda jinsiy aloqa orqali yuquvchi infeksiyalarning 30 dan ortiq turi ma'lum bo'lib, ularning ko'pchiligini inson o'zida borligini bilmaydi. Erkaklarda turli xil erkaklik muammolari keltirib chiqaradi. Bundan tashqari ayollarimizda turli xil ayollarning muammolari, masalan siydik tutib olmaslik yoki oraliq sohalarda og'riq, tug'ruqdan keyingi asoratlarga ham olib kelishi mumkin. Ularni davolashda bemorlarga to'g'ri yordam beriladi va bemorlar bundan mamnun bo'lib ketadilar. Agarda sizda shunday muammolar mavjud bo'lsa, bizning ilmiy-amaliy markazimizning dermatovenerologiya va reproduktiv buzilishlar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin.